qilaverasiz. Boshida telefonda ko'rgan narsangiz bunaqa chiqadimi, chiqmaydimi deb o'ylanish bo'lgan bo'lsa kerak. Bunaqa bo'lmaydi deb o'yladim. Rasmdagilar ham yaxshi zo'r chiqdi. Ko'p akam o'lchagani o'zim keldim. O'zingiz kelib. O'zim katalogni tanlashib yordimmi? Gruppadan mana shu narsa. Bizni Yevropalardan, Rossiyalardan, Tojikiston, Qirg'izistondan obunachilarimiz kuzatyapti. İşlerimizni, har bitta ishlarimizga kommentariyalarda fikrini bildirib borishyapti. Imkon qadar videoni chiroyli olishga harakat qilamiz. Materiallarimizni misol bu xonadan boshqa xonalarga ham olib ishlatsalaring bo'laveradi. Mana bugun Farg'ona shahrida ishlarimiz yakuniga yetdi. Ajoyib chiroyli holatda chiqdi. Xudo xolasa, buni hozir yaqinda video syomka qilib chiqaraman. Bundan oldin mana xonadon egalari ukaxonimiz yerda. Chiroyli savol ko'rsatamiz ukaxon. Assalomu alaykum. Ishlar bilan charchamang. Yaxshi. Qalay chiqdi ishlarimiz? Yaxshi, zo'r. Tavsiya beraman hammaga, zo'r chiqdi. Hammaga, butun O'zbekiston ahliga bu narsani tavsiya qilaverasiz. Boshida telefonda ko'rgan narsangiz bunaqa chiqadimi, chiqmaydimi deb o'ylanish bo'lgan bo'lsa kerak. Bunaqa bo'lmaydi deb o'yladim. Rasmdagilar ham yaxshi zo'r chiqdi. Tiniqligiga ham ahamiyat bering. O'sha rasmdagida ko'rgan narsalaringiz mana ideal holatda chiqdi. Hech qanaqa bunga fon berilgani yo'q. Yaxshi. Qo'ni qo'shni, qarindosh urug'larga hammaga tavsiya qilaverasizmi? Hammaga tavsiya qilamiz. Bemalol qilaverasizlar. Qadrli obunachilar, ko'pchilik haligi telefonda voy chiroyli ko'rinadi, kelgandan keyin xunukroq ko'rinishi mumkin deb aytadi. Har xil gumonda bo'lishi, o'shalarga bir fikringizni bildirsangiz. Yo'q, mana ko'rib turibmiz, o'zimizga ham qilib berishda zo'r chiqadi, qilaveringlar. Abo'ylarga ham chiroyli mos chiqdi. Birinchi kuni kelgan kunim bu yerda o'sha divorlar ham o'sha ko'rimsiz holatda turibdi, ajoyib. Juda chiroyli holatda. Remonti ham yaxshi chiqqan. Mana paketlar ham. Rasa biz aytgan paket mana mashinada o'sha tikkamachasiga yopishtiriladigan paket. Qirg'oqlariga. Haligi tepani yopishtirmay qo'ysa ham bo'laveradi. Oson bitadi-da, xullas. Ustalar ham qiynalmaydi. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ukaxon, sizga ham rahmat. Qarindosh urug'larga, qo'shnilarga hammaga tavsiya qilaverasiz. Xudo xolasa, uyaltirib qo'ymaymiz, chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'ling, rahmat sizga ham. Qadrli obunachilar, va nihoyat mana o'sha hozir videoni boshida sizlarga yaqinroqdan video syomka qilib ko'rsataman degan pechatlarimiz. Bu yerda hozir detskiga qilib berdik. Detski o'zi bir hafta oldin joy tayyorlash, joy razmer o'lchagan kelgan paytimizda bu yer juda ham ko'rimsiz holda turadi. Hozir o'zi chiroyli holatga keldi mana. Juda ham ideal holatga keldi. Mana qirg'oqlariga o'shalik po'kaydan bemalol yopishtirsa bo'laveradi, hech qanaqa tushib ketmaydi. Pastki tomonini yopishtirsalaring bo'ldi. O'sha tepani yopishtirish shart emas. Tepa o'sha natijasiga tiralib tursa bo'ldi. Xohlagan paytingiz olib yana boshqasini qo'ysangiz bo'laveradi. Xullas, natijasi joyida turaveradi bu narsa. O'lchagan o'zim boryapman, o'zim tavsiyalarni beraman. Xudo xolasa, Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Tojikiston, Qirg'izistonga ham olib borib qo'yib beryapmiz. Ko'p joyga. Kelganlar uchun uzoqdan zakaz qilayotganlar, onlayn zakaz qilayotganlar, karta raqamimizga xullas pul tushirib qo'yganlaringdan keyin ishlaring boshlanadi. Chunki zakalat olib turib keyin ish qilamiz biz. Mana ajoyib ideal holatda ishlarimiz yakuniga yetdi. Keyin bu hozir mana diodsiz variant. Ko'pchilik o'tgan safargi videomizda bu orqasida diod bor, shuning uchun chiroyli ko'rinyapti, o'zi xira deb degan gaplarni gapirishdi. Mana diodsiz variantini ham yaqinroqdan olib video syomka qilyapmiz. O'zlarining tiniqligini mana tiniq narsa diodda ham o'zi ham tiniq chiqaveradi. Mana ajoyib ideal holatda chiqyapti. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar. 10 kvadratdan oshiq joylaring bo'lsa bo'ldi, borib qo'yib beramiz. Toshkent tomonlariga ob'em ko'proq bo'lishi kerak. Andijon, Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab, xullas o'sha 10 kvadratdan oshiq joylarga borib qo'yib beraveramiz. Qadrli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Videolarimizga layklarni bosib turinglar. Xudo xolasa, yana zo'r videolarni qilib chiqaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.